Oltiariq tumanida Qo'rg'oncha mahalla fuqarolar yig'ini bor. E'tiborlisi mahallada 724 ta xonadon bo'lib, ularning qariyb 400 tasida issiqxonalar tashkil etilgan. Aholining asosiy daromad manbaiga aylangan bu issiqxonalar Bodring, pomidori, qalampir xalqimizga yetishtirib beriladi. Hokim yordamchisi, bank xodimlari kelib tushuntirish ishlari olib borganimiz uchun ular qiziqishib, kam ta'minlangan oilalarga o'sha kredit asosida issiqxonalar tashkil qilib berilyapti. Mahallada yashovchi Murodjon Qozoqov 3 sotix maydonga, qo'shnisi Zaylobiddin Misraliyev esa 7,5 sotix yerga issiqxona qurgan. Ertaman kiramiz, Xudoga shukr, salqinda bir aylanib ko'rib, hammalarni ko'rib bahridilingiz ochiladi-da. Ey Xudo, yana shunchalik bo'lib qopti. Yana bugun teramiz zakatda bo'lchaga sotamiz zakat deymizda. Bozorga bor. Hali xursand bo'lib, bolalar ham ish qilib kirib, "Opa, muncha pul bo'ldimi? Shuncha narsa, shuncha pul bo'ldimi?" deb xursand bo'ladi-da bolalar. Vulqon degan navoddan ekildi. Buni mana bu chirmoqlari ko'p ham mana iplarga osilmas ekanda, ushlab olmas ekan. Bor. Lekin boshqa sortlar bor, u bunday chiqsa, bunday ip tushsa, mahkam ushlab qoladi. Dehqonchilik sirlarini yaxshi bilgan qo'shnilar tomchilatib sug'orishni yo'lga qo'yganlar. Buni juda ko'p afzalliklari bor deyishdi ular. O'g'itni ham o'sha yo'mkisga beramiz. Hammasi bittasi oz, bittasi ko'p ichmaydi, birda ichib boraveradi. Xudoga shukr, mana birinchi martadan ekkamiz yerga. 1800 ta ko'chat bor. Hozir mana 3 marta hosildorligini oldik. Ertaga yana uzaydigan bo'lsa 4-inchisi bo'ladi. Kechagida 47 kilo bodring sotdim, 11 mingdan sotdim. Yilning oxirigacha Xudo xolasa, bahorgi mavsumda 30 million, 40 million daromad olamiz. Bergan o'g'itingiz faqat mana shu ko'chatni o'zi uchun ketadi. Masalan, agatlardan suv quyar edik. O'g'itlar asosan undan ham hali yovoy o'tlar ham oziq olinavergan, o'sha o'tdan bu ko'chatdan ham olavergan. Bunda faqat ko'chatni o'zi oladi, yovoy o't chiqmaydi. Mana oyoqdagilar toza turibdi, o't chiqmaydi-da, nimagaki faqat ko'chatni o'ziga berilyapti suv. Ishda suvga to'ldirib qo'yib, dorilar eritib qo'yib, kranni bitta ochib qasda boshqa ishingizni qilib yuraverasiz. Tugaganda o'zi to'xtab qolaveradi. Suv ko'payib ketdi, boshqalarga o'lchov naq. O'sha kiradi, bo'ldi, tamom. Chindan ham xalqimizda ish bilganga 1000 tanga degan maqol bor. Kimda tajriba, mahorat, bilim bo'lsa, topgani oltin bo'ladi. Isitish asosan ko'mirda. Sutkasiga 200 kilo atrofida ko'mir rasxod qiladi sutkasiga. Havo mana quyoshli kunlar bo'lganda rasxodi kamroq bo'ladi. Faqat kechqurun o'zi yoqiladi, kunduzi jicha quyosh yiltilasa ham uni tarmis qilganimiz hisobiga quyoshda o'tganda issiqlik qamalib olib chiqib ketmas, tarmiz ushlab olib chiqib ketmasdan ko'mir rasxodi ham kamroq bo'laveradi. Shuni isitishni yo'lga qo'yganim uchun 1 oy, 1,5 oy oldin bodring pishdi. Endi mana o'sha paytlarda mana 35 ming bo'lgan paytda bodringimiz pishgan. Mana shu 7,5 sotikdan 100 million atrofida dehqonchilik qilingan. Mana Xudoga shukr bo'ldi, mana 24-yili 26-oktyabrda ketdim. 9-yanvar kuni Choli kampirga xotirlarga borib keldik. Shu dehqonchiliklar qasddan borib keldik. 6 ta farzandim bor. 4 ta qiz, 2 ta o'g'lim bor. Hammasi uyli joylar bor. Bittasi qoldi. Xudo xolasa kuzga shu hosildorlarni yig'ishtirsa, to'yda qilamiz, Xudo xolasa. Qo'rg'oncha mahallasida bekorchi odamni uchratmaysiz. Chunki bu yerda ishbilarmon, vaqtini, borini qadriga yetadiganlar ko'p. Qo'ni-qo'shnilar bir-biroviga dalda, ko'makchi, maslahatchi, izlagan imkon topadi deganlaridek, ular zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga, shu orqali yaxshi daromad olishga harakat qilishmoqda.